aleyküm hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 metrlik pechkamizni Namangan shahriga apteli o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal holatda o'rnadi. Yaqinlashtirib olishingiz mumkin. Yaxshi ko'rsatib qo'yganmiz mana yonishlari ham ideal darajada bu yoqqa umuman tutun qaytarmasdan yonadi. Isitishi вообще bomba desa ham bo'laveradi. Mana o'ta isitadi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa taraflarini ham ko'ramiz. Bu xonani ham o'ta go'zal qilib isitaveradi. Kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha yetkazib, o'rnatib bera olamiz. Murojaat qilsanglar bo'laveradi. Keling, men ham bitta o'zining choklarini ko'rsatib qo'yay. Ustakalarimiz tushunadi mana. Choklari keltirib o'rnatib qo'yganmiz. Tekizligi ham o'tomoshni o'rnagan, xudo xolasa. Tortishlari ham zo'r. Duxovkalari ham bor mana. Kimga kerak bo'lsa, pechkani o'zini ham o'rnatib berishlarini ham chiroyli narxlarda sifatli qilib beramiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa pechkalarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar telefon qilinglar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Undan tashqari Telegram, Instagram, TikTok sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har qisqa videolar, chiroyli rasmlar yuklab boramiz. Mana shu ikkita xonada o'rtasiga o'rnatildi. Akamiz remontni ham boshlab olibdi mana. Ha, vashi cho'tki oladi 15 Pro'da. Ha, necha jihoz 800 yillik oldi. Men qimmat payt topdim. Bu to'g'rida o'tsa bo'ladi-a. Bu ko'chaga o'sga chiqib, har do'kon orasida Mana bular ham baholasa chiqqan. Bu mahallaga ho'no eshikka ham qo'yganmiz. Burilishdagi shu to'rtta uylarga ham o'rnatib berganmiz-da. Bu mahallani ponni o'zimiz qilib beryapmiz, xudo xolasa.